Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyi size gacırız, Washington'da sözleyimiz. Bugün çizlağa 2023 yıl 9. ayının 12. gün haftaga seyşembe vatandaş. Bugünkü vaziyetimizden eşek bir cümle asasları nime? Onu bilgili bulmaydı hazır mavzu koyuttu, mavzu ne etpirey? Pul qaraydigan yıllardaydı. Jungo Tayvan boğazı uruş kılalmaydı. Tayvan boğazı uruş partlamaydı depti. Bu vaziyetin yeni yüzlenişi mu ve yak Jungo'nun özünün acizliği ve güçlülükünü ispatlaş cihette, tasvirleş cihette pul qaraydigan yıllar şundak mavzu koydum. Bunu bilemedi vatandaş. Atayga oturga çıkıdı. Bu memleketli anlap koyanlar dedim bu. Yani bugün sizlerle sözleydiğiniz leksiyalarımız sürünki leksiyalar xudu toluqlama tayyorlab kelgandek bayaga qayta shariylash ne tallab olgandek bir hodisa o'tirib chiqadi. Hozir tunugun sizlarga muhokamadan leksiyada nurg'un masalalarni so'zladik. Masalan, Hindistondagi 20 davlat guruhining xitobnomasi uning munosabatli andan hozir yangi asosiy qurilishning boshlanganligi Prezident Joe Biden ham eg'iz qilib o qurilishning temir yo'l dengiz portlari qurilishining 4-5 davlat o'rtasida Amerika boshchiligida boshlanganligi buning nihoyat zo'r qurilish ekanligi to'g'risida to'xtaldik. Shuning ichida biz Ukraina masalasida Rossiya tajovuz qildi degan so'z sustlashtirildi. Andan hozir Ukrainada bo'layotgan urush to'g'risidami ortiqcha gap qilinmadi degan gaplarni qildik. Bugun shunga munosabatli xabarlarni, Jungo'ga munosabatli xabarlarni qisqa mavzudan qisqa tayyorlab keldi vatandash. Birinchi mavzu nima desangiz 4 turli ta'tir holat deydi. Xi Jinping 4 turli krizisga duch keldi. Mavzuli xabar 4. ayının 11. günü Vanbi torbetida e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandi. Buni obzor qilib yozgan kishi Wang Yuqin degan kishi ekan, bundaq deydi. Yaqinqi bir mezgildan beri Xi Jinpingning harakatlarida odatdan tashqari bir qisman harakatlar ko'rilishga boshladi deydi. Masalan, Janubiy Afrikaga ziyorat kelgan u tushadigan mehmonxonadagi barliq manqulatlar almashtirib o'tildi deydi. Yenilar Jungo'dan keltirildi deydi. Mesela mehmonxonadagi shiltishga tegishlik vositalar. Mesela ta o'zini aytadigan lungadan tortib deraza pardalargacha hamma narsa solinadigan gilamdan tortib hamma narsa tegishib o'tilgan gap. Yoki Janubiy Afrika mehmonxonaga tayyorlab qo'ygan oila zapçasları, cihazları hemmisi elip taşınıp onun ornuğu Jungo'dan elip gelip o mehmanxonalarni qayta yasab chiqqan gap. Buni Wang Yuqin nima deydi desiniz? Wang Yuqin bu balki ehtiyotchanlik yoki bir shaxsiy, xususiy amonlikni nazarda tutgan bo'lishi mumkin deydi. Men deyman bu amonlik masalasida emasdi, balki bu bir çoğunçılık qancha Jungo'cha çoğunçılıkning bir xil ifodasi ekan deb shunday dedim. Lekin buning ichiga Wang Yuqinning keltirgan bir abzas xabari biz sizlarga davomli so'zlayotgan endi hozirgacha uning siri yechilmagan xabar nima desangiz, Wang Yuqin nima deydi 8. ayning 22. kuni Janubiy Afrikada 5 davlat rahbarlari qatnashadigan savdo sanoat munbiri yig'iniga Reis Xi Jinping tuyuqsizlik qatnaşmay qoldi deydi. Janubiy Afrikadan Reis Xi Jinping davlatga qaytadigan chaqda bevosita Beijingga emas, bevosita Xinjiangga Urumchiga uchib bordi va u yerda bir necha kun turib, ondan Beijingga qaytib keldi. Bu sirliq ish vatandash. Buni Wang Yuqin tasvirlabdi, biz mislarga tasvirlab berdik. Dunyo buning hayronzada nima ish? Hozircha bunun siri yechilmadi. Lekin bir harakat bo'lgan ekan, uning natijasi yoki salbiy jihat yoki ijobiy jihatda bir qatam o'tirg'i chiqadi. Endi biz Jungo Kompartiyasi rahbarlaridan hozirgacha bugungacha bir ijobiy javobning, bir ijobiy harakatning bo'lganligini ko'rib boqmadik. Xalqaro jamiyat shundoq bosim ishlatdi.
Endi mushu nuqtaga yetib kelganda buning oxirgi natijasi nima? Reis Xi Jinpingning tuyuqsiz Urumchiga uchib berishning natijasi nima? O aldımızda o'ttirg'i chiqishi mumkin vatandosh. Lekin buni Wang Yi uchun bir qatam olgan ekan, men yana bu xabarga intayin qiziqadigan odam sifatida yana bir qatam sizlarga so'zlab berdim vatandosh. Yana bir xabar deylar, tuyuqsiz yuz bergan ish. Prezident Joe Biden Xi Jinping bilan ko'rishamdi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi muhim bir xabar nashkar qildi. Bu xabar nima desangiz, mush yil oxiridan burun Jungo Tashqi ishlar ministri yoki Jungoning yuqori darajalik amaldori Wang Yi yana Amerikaga keldigan bo'ldi. O'tgan tungilardan biz sizlarga nima dedik? Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yillik umumiy yig'ini bu yig'inga qatnashish uchun Maurice Hanjingni avatadigan bo'ldi. Dastlabki planda 7-oyning oxiridagi planda Wang Yi kelib qatnashadi dedik. O o'zgarish bo'ldimi? Endi bugungi o'zgarish Wang Yi, Jungoning yuqori darajalik amaldori Wang Yi Amerikaga keladigan bo'ldi. Yil oxirigacha, yil oxirida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken bu odamni qarshi oladi yoki Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yig'inida va yoki yig'inning sirtida. Bu xabar yetib keldi. Bu xabarni hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining bayonotchisi Madhu Miller e'lon qildi. Buningdan endi ishondik, shunisiz endi Wang Yi'ning kelishi Amerikaga boshda aytgandek va o'rlashtirgandek, dastlabda bekor qilib keyin endi keldigan bo'lgandek. Maqsad faqat 11-oyda San Fransiskoda o'tkazilgan Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'iniga Reis Xi Jinping kelamdi kemmamdi. Mushu shartlar vatandosh shu to'g'rida Wang Yi Amerikada suhbat olib berishi mumkin. Uning kelmaganligidan hozir kelganligi demak suhbat boshlanadi degan gap. Bu suhbatning natijasi ehtimol Reis Xi Jinping 11-oyda San Fransiskoga kelib Prezident Joe Biden bilan ko'rishadi hisobda. Hozir xabarga qaraganda vatandoshim endi avval xabar ishqatin bekor qilindi. Hatta borliq Johnson nima dedi? Buna qarabasida Wang Yi dedi, u xabar yolg'on bo'lib chiqdi hisobda. Gap mushu almashtirish. Hanjing kelamdi, Wang Yi kelamdi, Hanjing ketamdi. Bu yerda maqsad Prezident Joe Biden bilan Reis Xi Jinping Kaliforniya, San Fransisko shahrida ochiladigan iqtisod yig'iniga qatnashamdi yo'q degan masalaga bir taqiladi ekan vatandoshlar. Endi yana bir xabarimiz nima deymiz desangiz, Germaniya hozir to'satlar nima dedi? Ukraina Yevropa ittifoqiga mansub. Shundoq uzibli aytdi. Biz to'g'ri tunugun Hindistondagi xitobnoma, Hindistonning 20 davlatning qarori, Rossiya Federatsiyasi Ukrainaga tajovuz qildi deb ishlatmadi, so'zlashtirdi. Hatta hozir bo'lib o'tgan urushni eg'izga olmadi deb sizlarga so'zladik. Tamam? Endi bugun hozir Ukraina g'arbdagi 3 davlatdagi Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligida Angliya, Germaniya bu davlatlar Ukrainaga izchil yordam berib kelayotgan davlatlar, harbiy qurol-yarog' bo'lsin, dollar va yoki yevro bo'lsin, yordam berib kelayotgan davlatlar. Bu qatam Germaniyaning tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock Ukrainani ziyorat qildi. Haftaning birinchi kuni ziyorat qilganda Ukraina tashqi ishlar ministri Kuleba bilan ko'rishdi. Kuleba bilan ko'rishganda mushuni dedi va biz dedi, mush yil ichida Ukrainaga 480 million dollar atrofida yordam qildik dedi. Andin Kuleba dedi, Germaniyaning nayti tez arada bizni nima bilan deydi, chorlig'uchi raketa qurollari bilan ta'minlashni umid qilamiz dedi. Bu ketdi. Dal mushu kun degan o'xshash bir kun dedigidek Angliyaning sobiq vaziri Boris Johnson ham Ukrainani ziyorat qildi. Bu kishi kim bilan ko'rishdi, nima dedi, u to'g'rida xabar yo'q. Lekin ziyoratga keldi degan xabarlar keldi.
Ana bunun kayni ulaplı taşkı Yaponiyanın taşkı işler veziri Lin Fangcheng. Bu mu yakında ziyaret kıldıgan boldu Ukrayna'nı? Qaraganda hazır endi biz tünügün Hindistan'da birleşme bayanat ve kitapnamıda nime deyildi dedik. Enin kendili bugün sizlerge qayta şerhiyligende hazır sözlevatımız. Demek 3 devlet Germaniya, Angliya, Yaponiya taşkı işler vezirlerinin hazır ikisinden yetip kelgenligi Ukraynaga Yaponiyanın pat ardı yetip keldiğinden ibaret bu haberini sizlerge tapşırdık. Demek Ukrayna meselesi yanılı Avrupa meselesi, Ukrayna meselesi yanılı Germaniya ve Avrupa İttifakı meselesi, Ukrayna meselesi yanılı Amerika Koşmuş Ştatlarının köngül bilediğin meselesi kelligini sizlerge kayıt kıldık vatandaşlar. Yani bir yerde biz bir tılga aladığın bir nokta nime deseniz yukarı dedik 4 taraflı halet ve 4 taraflı kriz içinde kaldı. Kalgalları konu iken o konu krizi sadisleri ki onu sözlümedim. Yani ben imaret ticaretten Cöngö'de nem buluvatkallığı, bankanın nem buluvatkallığı, müştağırda hazır Cöngö hükümetinin krizi içinde kalgallığı, iktisatının degen gepler. Lekin bir yerde bugün obzorchi Wang Yuqin degan yana tilg'apti. Janubiy Afrikadan Urumchi keldi. Mush ishlar, mush oldimizda bo'layotgan ishlar, buning natijalari pat ardi o'tirg'i chiqadigandek turdi vatandosh. Nima natija bo'lishidan qat'iy nazar, lekin harakat qilingan ekan, harakatning bir natijasi bo'lish kerak-da. Sen bugun Urumchiga kelsan, buning bir natijasi bo'lish kerak-da. Bugünkü sizlerge sözleydiğin leksiyimiz benim müşiyede. Bunun sebebi neymiş bunda aldırap kıskı olup kaldısın. Hazır sözledim vatandaş. Obdan sözlegen tüm sözlegenden sen ne yapıp kamerağı selip süretini çıkaraydı sen süret mi yok, avaz mı yok, nim boğallığın bilmedim. Geçirin la vatandaş.